Biletlar narxi anchagina tushdi. Biletlar narxi juda ham arzon. 20 ming rubldan bagaj ruchnoy bilan. Qolasiz so'mda, qolasiz rublda. Farqi yo'q degan. O'zbekiston deyarli hamma viloyatidan Rossiyaga, ya'ni Vnukovo aeroportiga reyslarimiz bor. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Aviabilet 21 kassamizni YouTube kanali anchadan beri ishlamay turadi, ba'zi sabablarga ko'ra. Endi bugundan boshlab YouTube kanali har doim ishlaydi va men sizlarni har doim bo'layotgan aksiya narxlari bilan tanishtirib boraman va foydali ma'lumotlar berib boraman. Biz bilan bo'ling. Do'stlar, o'zlaringiz bilasizlar, O'zbekistondan hozirgi paytda Rossiyaga kelish juda ham qimmat bo'lib ketgan bilet narxlari, lekin mana shu may oyiga biletlar narxi anchagina tushdi va men sizlarga hozir ular narxlari bilan tanishtirib boraman. Hozirgi kunda eng ishonchli aviakompaniyalardan biri O'zbekiston havo yo'llari. Farg'onadan Moskvaga kelish biletlarini narxlarini sizlarga tanishtirib o'taman. Qaranglar, 4-5 maylarga 22.300 dan boshlab biletlar narxlari boshlangan 23 kilo bagaj va 8 kilo ruchnoy. Har kuni soat 16:50 da uchadi. Eng qizig'i, hozirdan 20-may, 26-may chistlarga bilet sotib olmoqchi bo'lsangiz, biletlar narxi juda ham arzon. 20 ming rubldan bagaj ruchnoy bilan. Har doimgidek 23 kilo bagaj va 8 kilo ruchnoy. Bundan tashqari, agar Farg'ona sizga mabodo uzoqlik qiladigan bo'lsa, vodiyda Namanganga ham xuddi shunaqalarda biletlarimiz bor. Masalan, 5-maydan boshlab 22.300 rubldan xuddi shunaqa 23 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy O'zbekiston havo yo'llari ishonchli aviakompaniya va o'sha 16:50 da uchadi har doimgidek. Agar shu Namangandan Moskvaga 23-maylarga bilet olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, bor yo'qi 20 ming rublga ruchnoy bagajlari bilan bemalol olishingiz mumkin. Siz O'zbekistondanmisiz, Moskvadamisiz, boshqa joydamisiz, umuman farqi yo'q. Siz onlayn bilet sotib olishingiz mumkin. Ekranlaringizdagi nomerlarga WhatsAppdan, Telegramdan yoki shunchaki telefon qilib aloqaga chiqing va siz onlayn bilet sotib olasiz. Xolasiz so'mda, xolasiz rublda. Farqi yo'q degan. Bundan oldin aytib o'tgan Farg'onadan, Namangandan Rossiyaga keladigan samolyotlarimiz hammasi Vnukovoga keladi, Tinch aeroportiga keladi. O'zbekiston deyarli hamma viloyatidan Rossiyaga, ya'ni Vnukovo aeroportiga reyslarimiz bor. Masalan, Samarqandga o'qib bersam, hattodan ham bor yo'g'i 20 ming rublga Samarqand Vnukovo bilet olib kelishingiz mumkin. May oyiga 20 ming rubldan boshlanadi. 10 kilo ruchnoy bilan Pobeda avialiniyasi. Agar mabodo sizga yana boshqa viloyatlardan reyslar qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldiring. Keyingi video siz uchun bo'ladi. Bundan tashqari aviareyslar narxlari, aksiyada bo'layotgan narxlar bilan har doim tanishib yurish uchun Telegram kanalimizga kirib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Aksiya narxlar va hamma yangiliklar hammasi shu yerda bo'ladi. Telegram kanalini videoda opisiyaniyasida qoldirdim. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin va aksiya narxlar bilan doim xabardor bo'laverasiz.